Salom hammaga, sizlar bilan Leader Player. Mana akkauntimdagi YouTube kanalidagi ikkinchi videomga xush kelibsizlar. Mana o'tgan videom yoqmadi shekilli, like ham, obuna ham juda ham oz bo'libdi. Hattoki ko'rishlar ham o'ta ham oz. Bugun mayli OneBlock Skyblock qilishga qaror qildim. Mayli bo'lmasa videoni boshladik. Birinchi bo'lmaydi qazolaymiz. Mana sizlar kommentga yozinglar. Keyingi videoyim qanday video bo'lsin aytinglar. Bolalar, kommentda yozib qoldiringlar, iltimos sizlardan. Kommentariyada yozib qoldiringlar bolalar. Hozir ikkinchi videomga ko'p like va ko'p подписчик. Masalan, bolalar, xudo xolasa 3 oyda o'zida masalan 1000 ta obuna bo'lsa ham bo'laveradi. Buni qolishi mumkin. Masalan, bolalar, 1 oyda 100 obunachi qilinglar. Men o'ta chotki bundan ham zo'r stream qilishni boshlayman bolalar. Bundan ham zo'r bar epik narsalar xuddi kazodaqa, artefaktdaqa hamma videoyim epik narsalar, cheksizlik qo'lqop, cho'chqada epik narsalar, suzish epik narsalar beradi. Shunday qilamiz bolalar. Bu OneBlock Skyblock necha qism bo'lishini xohlaysizlar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Men uchun bu 2 qism yoki 3 qism bo'lish kerak-da. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Yangi videoyim qanday bo'lsin? Buni ham kommentariya. Like ham bosish esdan chiqmasin bolalar. Videomizni 6 minut qilamiz va birinchi qismini tugatamiz. OneBlockimizni birinchi qismini tugatamiz. Keyin ikkinchi qismida qanday qurollar, qanday moblar qo'shilishini bilamiz. Bu aktivatniya o'sha OneBlock Skyblock. Buni o'sha artefakt kanalidan topdim. Yo, artefakt kanalidan emas. Shu Telegramga Minecraft modlari deb yozsalaring chiqadi. Bular. Xullas endi birinchi videoyim bu o'sha akkauntga rasm qo'yish bo'ldi. Bu menimcha g'alati chiqqan. Umuman like, подписка bosmabsizlar bolalar. Bola, demak, bitta daraxt bor ekan. Bu daraxtga kesolsak bo'lmaydimi? Mayli, daraxtni chopib olaylik. Tushib ketmasam bo'ldi. Bolalar, hozircha meni skinim g'alatiroq. Keyin 100 obunachi bo'lsa, skinimni almashtirishga harakat qilaman. 100 obunachi bo'ling, hozir skinimni sizlarga ko'rsatmayman. Bo'ldi, endi versak kesamiz. Ol. Stak bitta, chop ikkita, bo'ldi. Endi o'zimizga bolta, topor, qilich, yana moblar chiqib qolib. Yo, kirka yasaydik. Voy, tugab qoldi. Buni bitta olamiz, qilich. Bo'ldi. Video tamom bo'ldi. Hammaga